Chet elliklarning madaniyatida ko'rgan salbiy ishlarni ularning dini bilan munosabatli deb qaraydim. Qiz o'g'illar o'rtasidagi salbiy pozitsiyalarning islom bilan munosabati yo'qligini bilib yetdim. Rabbim, men boshdan boshlashni, sen rozi qiladigan ishlarni qilishni bakmi xohlayman. İsmim Yuhanna. 26 yaşga kirdim. Tegim Polşadan. Ata-anam Polşalık. Menden 2 yaş kichik bir ukam bor. Ailem men 2 yaşga kirganda Germaniyaga ko'chib kelganken. Biz ko'chib kelgilmi 24 yil bo'lib qoldi. Burun anam yaşanğanlar sanatoriyasining oshxonasida ishlaydi. Keyin o'zini texmo taraqqiy qildirib, mas'uliyati og'ir bo'lgan mudirlik vazifasini o'z ustiga oldi. Dadam xeyli vaqtdan buyon kanda ishlayotdi. Bu sohalarda ishlayotgili har 2 yilsiga 25 yil bo'ldi. Germaniyaga kelgan vaqtimizda diniy ta'lim tarbiya olatdik. Har kun oqshom birga o'tirib duo qilatdik. Xilma-xil duolarni yodlaydik. Vaqt o'tgan sari bu xil ibodatlarni qilishdan uzoqlashib ketdik. Men Polshada tug'ilganim bilan bu vaqtimda Germaniyaga ko'chib kelganligimiz uchun Polshani aslayolmayman. Burun Polshaga bek ko'p baratdik. Keyin ko'p bormaydigan bo'lib qoldik. Dadam ayrim bir uyga ko'chishni yoki setib olishni bekmi arzu qiladi. Keyin biz hozir turayotgan, bolaligimning ko'p qismini va eng ma'nilik aslamlarimni o'tkazgan kanda ishlaydiganlarning uyiga ko'chib keldik. Islom diniga 5-sinfdagi vaqtimdan boshlab qiziqatdim. O chaqlarda maktabda nayt oq ko'ngil, samimiy bir do'stim bor edi. O meni Ramazon oyida uyga chaqirdi. Oilasi bek mehmondo'st, muloyim kishilar edi. Meni doim uylariga chaqirib oladi. Shunchalik qizg'inlik va yaqinchilik his qilatdim. Ramazon oyida men eng yoqtiradigan marjimak sho'rpasini qilib meni chaqirib oladi. Menmi bu oyning qanchalik barakatli va ular uchun qanchalik muhimligini bilganligim uchun ularning uyiga boratdim. Maktabdagi musulmon o'g'illarning qiz do'stlari bor edi. Har vaqt qiz do'stlari bilan birga yuradigan bu turklar atrofdagi kishilar uchun yaxshi ta'sir bermaydi. Chet elliklarning madaniyatida ko'rgan salbiy ishlarni ularning dini bilan munosabatli deb qaraydim. Keyin islomning aslida boshqacha bir din ekanligini, men ko'rgan salbiy ishlarning islom dinida cheklanganligini bildim. Qiz o'g'illar o'rtasidagi salbiy pozitsiyalarning islom bilan munosabati yo'qligini bilib yetdim. Yuz berib kelayotgan nohaq ishlarning manbasining islom emasligini bilgan vaqtimda Qur'on o'qishga boshladim. Aqlimga din to'g'risida nurg'ulg'an savollar kelishga boshladi. Bu savollarning javobini anam bilmaydi. Uning bergan javoblarga men qoyil bo'lmaydim. Shuning bilan men izlanishga boshladim. Musulmon bo'lish hikoyam uzun bir safarga o'xshaydi. Men kim, qayerdan keldim, yashashdagi maqsadim nima, g'oyam nima bo'lish kerak, hayotning ma'nosi nima? Yolg'iz qolgan vaqtlarimda bu savollar haqida izlandim. Yana kelib, kichik vaqtimdan tortib, o'limdan bak qo'rqatdim. Yolg'iz qolgan vaqtimda texim qo'rqatdim. Yap-yosh bo'lishimga qaramay, kunlarimni mushunga o'xshash savollar bilan o'tkazatdim. Mushu sababdan bir mezgil bak qiynaldim. Mende ba'zi shakllar paydo bo'lishga boshladi. Gumonlarim mening iymon etishimga sabab bo'ldi. Beshimdan o'tgan va o'z ko'zim bilan ko'rgan adolatsizliklar hayotimda o'zgarish paydo qilgan edi. Oxirida bu xil turmushdan chiqib ketadigan vaqtning kelib qolganligini his qilgan edim. Ko'nglim bak yerim edi. Bolaliqim bak xo'shal o'tgan. Yenimda pulim bor edi. Moddiy jihatdan hech qanday qiyinchilikim yo'q edi. Mushundaq turibmi o'zimni bak xo'shal his qilolmaydim. Ichimda bir bo'shliq bor edi. Ichimdagi bu bo'shliq mening izlanishimga sabab bo'lgan edi. Oxirida men nafsim va vijdonim bilan yolg'iz qoldim. Hayotning ma'nosi haqida yangidan o'ylanishga boshladim. Banda Allohdan yordam talab qilsa, Alloh bandani cho'qim umidsiz qo'ymaydi. Mening bo'shliq his qilgan tarafimni Rabbim iymon bilan to'ldirib berdi. Alhamdulillah. Germancha tilda bir Qur'on ko'rdim. Ichimdan Qur'onni og'im keldi. Germancha Qur'on bilan birga arabcha Qur'onni setib oldim. Uyga berib Germancha Qur'onni o'qishga boshladim. Qur'onning arabcha tekstini ko'rib beqish uchun tunji bo'lib arabchaga qarab chiqdim. Keyingi kunlarda do'stlarim meni birlikda suv uzib kelishga chaqirdi. Lekin mening faqatla bog'im kelmadi. Ulardan ayrilib bog'chaga berib o'ltirib Qur'on o'qishga boshladim. O kun akşam özümni bekle xoşal his qildim. Shu chaqda o'zimni musulmondek his qilgan edim.
Lekin islom dinini qabul qilmagan edim. Chunki nimishqikin o'zimni tayyordak his qilmaydim. Xuddi meni bir narsa to'sib turayotgandek edi. Agar men bu yo'lni tanlasam, o'ylab baxmagan ishlar yuz beradi. Hayotimda o'zgarishlar bo'ladi. Bu qaror odatdagi bir qaror emas edi. Tamoman ishonch qilishim kerak edi. Atrofimdagilarning inkosidan qo'rqatdim. U vaqtlarda go'zallik salonida ishlaydim. Men u yerda girim buyumlarini tonishtirish va sog'lomlik mulozimatlariga mas'ul edim. Erlar xizmat bo'limidagi bir yashangan ishchimiz Ramazon oyida ro'za tutadi. Shu chaqda tunji qatim birining namoz o'qig'ini ko'rib bak hayron qolgan edim. Sajdaga borgan vaqtida oldidagi cho'ng eshik tuyuqsiz bak qattiq ochildi. Kallasiga usib ketgili tasliq qoldi. Buni ko'rib hatto bizmi ansirab ketgan edik. U kishi yana sajda qilishni davomlashtirib edi. Qilchilik qo'rqibmi samagan edi. Men bak hayron qolgan edim. Qillis og'irmaganmidi? Bu kishi namozda nimalarni his qilgandi deb o'ylab qolgan edim. Namoz o'qib bo'lgandan keyin qopib kallasini silashga boshladi. Voyjon dedi. Og'riqni namozi tugaganda ondan his qilgan edi. Namoz qilayotgan vaqtida og'irmagan o'xshaydi. Mushnanga o'xshash kichik ishlar menga bak ta'sir qiladi. Keyin polshalik bir do'stim bilan yaqin o'tdim. U mu bu vaqtda izlanayotgan ekan. U menga ikkilan birlikda qaror bersak dedi. U meni arablarning bir masjidiga ilib bordi. Uning bilan birga bo'lg'achqimi o'zimga bo'lgan ishonchim texim oshdi. Xizmatimdan va do'stlarimdan ayirib qolishim aniqli edi. Oilamning men qanday inkos qaytaradiganligimi men ayon edi. Oxir hayotim butunlay o'zgardigan, yangidan boshlanadigan kun yetib kelgan edi. Islomni masjidda qabul qildim. Masjidga ishkaylan birga borgan edik. Masjidning ichi bakmi qistan edi. Cho'ng kichik yashangan hammanglar biz uchun yig'ilgan ekan. Shunchalik esil kutaylangan edik. Night illiq va optob chiqqan bir kunda shahodat keltirdik. Intayin xushal edim. Shahodatni arabcha keltirdik. Buning hayojini boshqa edi. Eg'izimdan tunji qatim arabcha so'z chiqyotdi. İmam avval germancha, ondan arabcha shahodat etishimizni aytdi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Shahodat keltirgandan keyin nemish yuz bera? O'zimni qanday his qilaman? Burun qilgan gunohlarimning Alloh tarafidan afu qilinganligini bilatdim. Hamma ishimni yangidan boshlaydim. Kichikligimdan tortib bundaq bo'lishini umid qilatdim. Aslida bu shahodatning yerimini o'tmishimda allaburun aytib bo'lgan edim. Bir qatam mundaq bir ish yuz berdi. 20 yosh vaqtlarim edi. Mashinada o'tirib qo'limni egiz ko'tarib tuyuqsizla Rabbim men boshdan boshlashni, sen rozi qiladigan ishlarni qilishni bakmi xohlayman. Ey Rabbim, sen mening hozirgi holimdan rozimi? Jannatga kira olamanmi? deb duo qilishga boshladim. Bu tanlashlarim natijasiz qolmaydi. Tanlashim sababli ba'zi masalalarga duch kelganligimni bilatdim. Bu yo'lning jafoliq bir yo'l ekanligini bilatdim. Qarorimni boshqalar uchun emas, Alloh uchun beratdim. Bu qarorni berish uchun hech kim meni zo'rlamagan edi. Mening hech qanday andish qilmasdan, hech qanday shart qo'ymasdan qaror berishimning sababi Allohga bo'lgan sevgimdan va hammaga qodir bo'lgan Allohni yenimda his qilganligimdan, erkin va mustaqil bo'lish orzuyim sababli bo'lgan edi. Ota-onamning bu qarorimni qabul qilmaydiganligini burunli bilatdim. Chunki islom bu shaharlarda taratqular tarafidan xato bir uslubda tarqatilgan edi. Bizning uydagilarga to'rda tarqatilgan narsalarning beklam tez ta'sir qilganligini bilganligim uchun ularning qanchalik tasdiq qoyil bo'lganligim ayon edi. Mening uncha yuqori ilmiy saviyam yo'q edi. Boshqalarni qoyil qilish qobiliyatim yo'q. Oilam meni saviyasiz deb qarag'anligi uchun mening aytganlarimga qoyil bo'lmasligi, qizimizning mengisi yuyilib ketibdi deyishi turg'anli gap edi. Ammo mening mengam yuyilmagan edi. Bu qaror xil obdan o'ylanib, ondan berilgan qaror edi. Musulmon bo'lganimga 3 yil bo'lay debdi. Bu 3 yil ichida nurg'unlagan bilimlarni o'rgandim. Islomiy ilmlar bir okyanusga o'xshaydi. Vaqtning o'tishiga ergishib islom haqida o'qigan seri va anglagan seri texmi ko'p narsalarni o'rganamiz. Inshaalloh. Mushundaq qilib o'zimizni texim taraqqiy qildiramiz. Bizning e'tiqodimiz 5 vaqt namoz va hajga berishdan iborat emas. Din buningdan boshqa nurg'un narsalarni o'z ichiga oladi. Din ijtimoiy hayotning bir qismi. Uni faqat ibodatlan deb qarash xato. Rabbimizning har vaqt yenimizda ekanligini unutib qolmasligimiz kerak.
U bizden hech qachon ayrilmas hayot do'stimizdir. İnsan eng başta Allah'ның o'ziga qanchalik yaqin ekanligini bilishi kerak. Allah'ның har vaqt o'zini ko'rib turadiganligini biladigan bir kishi ish harakatlarida qanday muomalada bo'ladi? Musulmon bo'lish sifatimiz bilan qanday bir musulmon ekanligimiz haqida o'ylanib beqishimiz kerak. Masalan, vaqtimizni boshqalarning qusurini izlashga sarf qilgandan bekerak, o'zimizning xatoliklarni tuzatishga sarf qilsak, texim yaxshi bo'ladi. Haqiqiy esillik o'z xatoligini toniy olishidir. Bunda qilganda o'z xatoligimizdan texim yaxshi dars chiqara olamiz. Boshqa millatlardan bo'lgan musulmonlar bilan o'zaro aloqada bo'lib turishimiz kerak. Haqiqatni izlayotgan va an'anaviy dinga e'tiqod qilganlarning bu savollarni o'zlaridan so'rab beqishini tavsiya qilaman. Hozirgacha qo'lga keltirganlarimning hayotim uchun qanchalik foydasi bo'ldi? Kelajagim haqida qanday planlarim bor? Rabbim mendan nimalarni talab qiladi? Rabbimiz har vaqt qo'lini jazolaydigan bir iloh emas. Allohning qanchalik marhamatli ekanligini biz o'ylab yetolmaymiz. Rabbimiz bizni bu yo'lda hargiz yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Sizlarcha samoviy dinlar nimishqa bir-biriga bunchalar yaqin? Bularning hammasi Rabbimizning asrlardan buyon insonlarni tavhidga chaqirganligining dalili emasmi? Alloh qullarini hech qachon yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Din qarindoshlarimga texmi ko'p izlanishni va tafakkur qilishni tavsiya qilaman. Din haqida savol so'rash va javoblarni bilib amal qilish haqiqatan yaxshi ish. İslam dinida har qanday savollaringizga javob topa olasizlar. Ilm talab qilishga hirisman bo'linglar. Sizlarga texim oson bir ishni tavsiya qilay. Hamma ishinglarni vaqtida aldirmay, astoydillik bilan qilinglar. Ba'zirimiz bilimimiz bo'lsa, hamma ishlarimiz osonlashib ketadi, mukammal bo'ladi deb o'ylab qolishimiz mumkin. Bu insonning fitratiga uyg'un bo'lmagan bir tushuncha. 5 vaqt namoz o'qish, yog'liq artish, amallarning hammasini bir vaqtda qilish bizga qiyin kelib qolishi mumkin. Hammasini bir vaqtda qilgan vaqtimizda shayton bizga farqli bir shaklda yaqinlashib, baribir yaxshi qila olmaysan. Bo'ldi qilmag'ina, bo'ldi qila deb havasimizni yo'q qilishi mumkin. Hamma narsa tartib bilan bo'lishi kerak. Meva tezla may bog'lamaydi. Pishish uchun vaqt kerak. Asta-asta Rabbimizga yaqinlashishga tirishishimiz kerak. Atrofimizdagi ba'zi insonlarning qilayotgani o'zimni bugun terib, atla may bog'lashini kutishga o'xshaydi. Bu tabiat qonuniga zid ish emasmi? Dinda zo'rlash yo'q. Hamma narsani qiziqib turib, hikmatini bilib turib qilishimiz kerak. To'g'ri bilan xato o'rtasida haqiqatan farq bor. Insonlarning to'g'ri bilan xatoni faqat bilishi yetarli emas. Tushunishi lozim. Bu tanlash haqqi menga berilgan edi. To'g'ri va xato haqida o'ylangan vaqtda har qanday bir odam uni tushuna oladi. Qilayotgan ishlarimizni kim uchun qilyapmiz? Yo'ldoshimiz uchunmi, do'stimiz uchunmi yoki qo'shnimiz uchunmi? Oilamiz yoki tuqqanlarimiz uchunmi? Yoki xolis holda Alloh rizosi uchun qilyapamdiq? Texi musulmon bo'lganimga uzun bo'lmag'achqa butun dinda o'xshash bo'lgan ba'zi fikr ideyalarni yangi tushunishga boshladim. Masalan, Alloh demak men uchun vahdat, yakka yagona demak. Alloh sevgisi demak jannat demak. Payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam tilga ilingan vaqtida aqlimga ummat keladi. Qur'on hayot demak. Islom qarindoshligi xotirjamlik demak. İslamның şartlaridan biri bo'lgan haj bo'lsa, xushining o'zidir. 5 vaqt namozni qilish bilan Allohning huzuriga chiqqan vaqtimiz huzur va ko'sh demakdir. Ro'z tutish, zohidlik va lazzat, go'zal axloq bo'lsa, rahbarlik va ulgu bo'lish demakdir. Ota-onamizning va yosh o'smirlarimizning, jumladan bizning haqiqat yo'liga moyil bo'lishimizni va to'g'ri yo'lni tepishimizni Rabbimdan tilayman. Hem özümüzden hesap elip Allah'a yaxshi bir qul bo'lishimizni arzu qilaman. Ulug' Allohning kitobi Qur'on va Qur'onni o'z hayotiga tatbiqlagan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayoti nurg'unlagan savollarga javob bo'lib kelmoqda. Qani kelinglar, ulug' Allohning roziligiga erishish uchun bu din haqida izlanaylik.